inson qanday qilib solih ota-ona bo'lish mumkin deganda, u haqiqatan solih bo'lish kerak o'zi. Lekin solihlik inson o'zini tuzatishi ikki xil bo'ladi. Ichini oldin tuzatib, keyin tashini tuzatadi. Bu kam bo'ladi. Ko'proq birinchi tashini tuzatib, keyin ichini tuzatadi inson. Odamlar ko'rib turgan joyini oldin to'g'rilaydi. Chunki moddiy olamdan ko'proq ta'sirlanadi. Alloh ko'rib turgan qalbni esdan chiqarib qo'yadi, u tomonni unutib qo'yadi. Birovni hurmat qiladi zohiran, qalbda hurmat yo'q. Birovga yumshoq gapiradi zohirda. Ichida g'azabi bor, nafrati bor. Bu oson. Ko'pchilik buni qila oladi, shunday qiladi. Nimaga desa, tashqi ta'sir baribir insonga birinchi o'zini nimasini kuchini ko'rsatadi. Ammo ichki olamini inson yashiradi ko'pincha. Ichki olamidagi g'azabini yashiradi gohida nafratini yashiradi. Ba'zan ichidagi qilvirliklarni yashiradi, yolg'onini yashiradi. Ichida nima bo'lsa bo'lib yotibdi, haligi musul bo'lib, axlatxona bo'lib ketgan bo'lsa ham tashqarini chiroyli ko'rsatsa bo'ladi. Ichkarini, qalbni ichki olamini tuzatishda inson payqashi ham qiyin birinchidan, unga kuchi yetishi ham qiyin. Uni zarurat deb bilishi ham kech ko'proq. Shuning uchun ko'pincha kishilar ichki olamini keyin tuzatadi. Lekin solih ota-ona bo'lishning o'zi asli, birinchi sharti o'zi ichki olamni tuzatish.